alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Joriy yilning 15-mart kuni Qiziriq tumani Navro'z bayramida kurash bo'lgan, musobaqasi bo'lgan munosabati bilan polvonimizga ortilgan televizorlar bittasi siniqligi va o'sha ortilish jarayonida og'ir bo'lgan televizor tushib qolgan ekan. Shu munosabat bilan Qiziriq tuman hokimlik tomonidan yangi akamizga televizor olib berildi. Hurmatli kuzatuvchilar, yomon fikrga o'rindi. Tuman matbuot kotibi Anvar bilan birgalikda olib kelib, polvon o'z ochib olishingiz. Ochib ko'ring, bemalol ochib berib ko'ra oling. O'zingizni analiz bu. Kuch quvvatingiz, polvonligingiz bu analiz bu. Tashmang. Ne qilaylik? Bismillah. Bu kecha kelingan televizor qayerdadir bir kimnidir qo'ldan tushib ketganmi, endi singanmi, nimadir bo'lgan, unisi nimaga o'sha nima qilish uchun kimdir bir aybdor bo'lganda nishon bor. Uning uchun biz sizdan so'raymiz. Yo'q, yo'q. Yangi pultlari. Biz sizga omad chiqarishiga yana keyin nasib etsin, bundan kattaroq yetish nasib etsin. Sog' bo'ling.